tegirmonlarga qancha suv ochish kerak? Ya'ni tegirmonlar ish jarayonida unga qancha miqdorda suv berish kerak? Tegirmonlarga suv sarfi. U xoh sharli tegirmon bo'lsin, xoh o'zini yanchuvchi tegirmon yoki bo'lmasam yarim o'zini qayta yanchuvchi tegirmon bo'lsin, hammasi suvli muhitda yanchiladi. Va bu qo'shilayotgan suvning miqdori yanchish unumdorligini belgilaydi. Sababi agar biz tegirmonga kam miqdorda, keragidan kam miqdorda suv beradigan bo'lsak, tegirmonning ichida zichlik ko'tarilib ketadi. Mana bu yanchuvchi jismlarning harakati qiyinlashib, yanchish jarayoni yomonlashadi. Yoki bo'lmasam keragidan ortiqcha miqdorda suv beradigan bo'lsak, yaxshi yanchilmagan mahsulot rudani ham tegirmondan chiqib ketishiga sababchi bo'ladi va tegirmonning yanchish unumdorligi tushib ketadi. O'shaning uchun tegirmon mashinisti hamda injener texnik xodim buni bilish kerak. Har bir tegirmonga qancha suv ochishini, buni qancha suv berishini bilish uchun har bitta tegirmonni ichida necha foiz qattiq jism bo'lgan ko'rsatkichi bo'ladi texnologik rejimda. Masalan, sharli tegirmonda 70% yoki bo'lmasa mana qanoda o'tgan darsda o'tganmiz, yarim o'zini qayta yanchuvchi eng katta tegirmon 9,5 metrlikda 75% gacha qattiq jism bo'ladi ichida. Agar tegirmonni ichida 70% qattiq jism bo'lsin deb texnologik rejimga kiritilgan bo'lsa, demak o'sha tegirmonni suvni biz hisob-kitobini bilishimiz kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladi o'sha 70% soatiga 150 tonna ishlayotgan bo'lsa, 1 soatda 150 tonna ruda yanchayotgan bo'lsa, mana bu formulaga qo'yib olamiz. Ya'ni bu oddiy formula. Ya'ni rudani og'irligini suv bilan rudani og'irligini qo'shib bo'lganda 0,7 chiqadi. O'shanda 70% qattiq jismni bildiradi. Mana bu formulaga bizda mavjud sonlarni qo'yib olamiz. 150 suvni V harfi bilan belgilaymiz. Namlik belgisi W bilan 150 barobar 0,7. Mana bu tenglamani yechganimizda, ya'ni V barobar 64,3 chiqadi. Ya'ni 1 tonna rudaga 64,3 tonna yoki bo'lmasa kub suv kerak. Chunki suvning zichligi 1, 64,3 kub suv kerak ekan. O'sha 150 tonnani yanchish uchun. Bu matematik usul. Tenglamaga qo'yib olamizda, tenglamani yechganimizda bir noma'lum tenglamani o'sha 64,3 chiqadi. Bu qiyinroq usuli, oddiyroq usuli bor. Uni hisoblashdan oldin bitta narsani esdan chiqardik. Ruda hech qachon quruq holatda kelmaydi. Tarkibida namlik bilan keladi. Masalan, 3% namlik bilan kelsa, 150 tonna ruda. Uni tarkibidagi suvni topamiz 4,5 kub. Demak, 64 kub suv kerak deb hisoblagan bo'lsak, o'shandan ayiramiz namlikdagi suvni 59,8 kub suv rudadan tashqari ochishimiz kerak. Endi eng sodda usuli 1 tonna rudaga yoki bo'lmasa 150 tonna rudaga qancha suv ochish kerakligini, suyuqlikka qattiqlik nisbati termini mavjud. Bu o'sha suyuqlikning qattiqlikka bo'linishi natijasi topilgan formuladan. Bu formulaga qo'yib olamiz. 70%ni %70 ta ayirib 70 ga bo'lamiz. 0,428. Uni 150 ga ko'paytirsak 64,3. Bu eng sodda aniq usul. 64,3 dan o'sha 3% vlagani ayiradigan bo'lsak, o'sha tegirmonga rastabanlik orqali ochiladigan suvning miqdori kelib chiqadi. Bu xohlagan tegirmonda 1 tonna rudasiga yoki bo'lmasa ma'lum miqdordagi rudaga qancha suv qo'shishni hisoblaydigan formula. E'tiboringiz uchun rahmat.